Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Andijon mashina bozoridamiz. Har doimgidek yoritib berishni boshladik. Obzorlarimizni like, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin, aka-ukalar. O'tgan yakshanba chiqa olmadik, ishlar ko'payib ketib, bu yakshanba xudo xolasa bozordamiz. Xo'p, boshladik. Bo'lmasam 2023-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi top tozasidan Onyx avtomobilimiz. Pozitsiyamiz 6-pozitsiya ekan, 59843 kilometr yurib o'tibdi. Avtomobilimiz ko'riklari yo'q ekan. Avtomobilimiz gazi yo'q, benzinda ekan akalar. O'rta holatda emas, o'sha sal almashtiradigan bo'libdi balonlari. Nargisini ko'rib beraychi. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. 2023 6-pozitsiyada gazi qo'yilmagan benzinda qora Onyx avtomobilimiz. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 13700 kami bor deb aytib o'tilyapti. 2-3 ta mashinani aytib, telefon raqamini aytaman. Aloqaga bemalol chiqib, talash tortishib olishinglar mumkin. Aka-ukalar. Keyingi Onyx avtomobilimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi bek ekanda. Kraskasi mana shu nimasini qopqoq tagida ozgina petnosi bor deyapti. Qo'ygan joyi toza deb aytib o'tilyapti. Avtomobilimiz benzinda deb aytib o'tilyapti. Gaz qo'yilmagan. Probegi esa 44000 kilometr bo'libdi. Balonning holatlari. Old tomondan ko'rinishlari. Pozitsiyamiz 4-pozitsiyada. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, $12600 deb aytib o'tyapti akamiz. Navbatdagi Onyx avtomobilimiz do'stlar. 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Chap tomon orqa eshigida kraskasi bor. Qolgan joylari top-toza, ya'ni bitta detalda kraskasi bor. Qolgan joylari top-toza deb aytib o'tilyapti. Avtomobilimizning yonboshdan ko'rinishlari. Avtomobilimizga gaz qo'yilmagan, benzinda 4 ta yumshoq baloni, chexollari qo'yib qo'yilgan deb aytib o'tilyapti do'stlar. Pozitsiyamiz 3-pozitsiya mexanika, chexol ko'riklari tashlangan. 48853 kilometr yurib o'tgan. Do'stlar, narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 11400 dan ozmoz o'tib beraman deb aytib o'tilyapti. Telefon raqamlarini aytib qo'yaman. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib gaplashib, talashib borishinglar mumkin. 88 lik bilan 413 57 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Qaytarib o'taman, 88 lik bilan 413 57 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Onyxlarda davom etamiz. 2024-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi top-toza 4-pozitsiyadagi Onyx avtomobilimiz. Avtomobil bek ekan. Avtomobilimiz yurib o'tgani 45000 kilometr deb aytib o'tilyapti. Balon holatdan ko'rinishlari. 13600 kami bor. Gazlari bormi? Propan gaz balonlari qo'yib qo'yilgan. Bozor nechta qildi? Sir olmasa. 45812 kilometr. 12900 qildimi? 12900 ga berilmagan Onyx avtomobilimiz. 4-pozitsiya, kraskasi toza, gazlari qo'yib qo'yilgan. Balonlarning holatlarini ko'rsatdim. Telefon raqamingizni aytib qo'yaylik. 93lik 058 3797 raqamlariga aloqa chiqasizlar, ukalar. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Tracker 2 avtomobilimiz. Davom etamiz Trackerlarni tanishtirishda. Kraskasi top-toza deb aytib o'tilyapti. Salon holatdan ko'rinishlari do'stlar. Avtomobilimiz yurib o'tgani 23156 kilometr. Zinasida nimalari bor ekan avtomatda. Qolganlarida yo'q. Nima uchun bu
Bilmayman, Yevropaga chiqqan deydimi, xullas qanaqadir bir noodatiy ekan. Bitta nashi водительскийda signallari avtomatический knopkali ekan. Xo'p, do'stlar, narxiga to'xtaladigan bo'lsak, puliga to'xtaladigan bo'lsak, 17.200 dollar deb aytyapti. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 93'lü. 93'lü. 058 058 37 97. 37 raqamlarga aloqa chiqasizlar. Bunda kichkinagina head-up displaylari ham bor ekan. Hoji aka, bu oddiy trekerlarga qaraganda sal boshqacha ekan. Водительскийda qanaqalari bor ekan, knopkalari, oz kichkinagina head-up displey ham bor ekan. Qanaqa bu? Bu CD'neler pomni CD'ga eksportga chiqqan. Ha, eksportga chiqqan. Ha, tushunarli. Ozgina farq qilar ekan. Shu aytib o'tgandek, CD'lari qiziydi, mana knopkalari bor. Kichkinagina head-up displeychasi bor ekan. Do'stlar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamlariga aloqa chiqishingiz mumkin. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 12 avtomobilimiz. Kraskasi top-toza deb aytib o'tyapti akamiz. Mashina qulub ekan. Xo'p, to'pda yumshoq balonlari qo'yilgan ekan. 3-pozitsiyada mexanika bo'ladi. Kraskasi top-tozasidan. Do'stlar, 3-pozitsiya emas, 2-pozitsiyada ekanmi? 3 deb adashibman. Yurgan qancha dedingiz? 16,5 ming kilometr yurib o'tibdi. Puli necha pul? Buni 11.600 dan tushib beramiz. 11.600 dollardan tushib berasiz. To'rtta yumshoq balonlari qo'yib qo'yilgan ekan. Bek ekan. Laminatsiyalar qilib qo'yilgan ekan, tayyor ekan. 16.507 kilometr. Aha. Tushunarli. Son zarshtalar urilgan ekan, ha? Puli necha pul dedingiz? 11.600 dan tushib beramiz. 11.600. Telefon raqamingizni aytamiz. 90 258 22 13 raqamlariga aloqa chiqasizlar va bu mashinaga ham xuddi ash raqam. Yil necha aka buni? 17 yili 20? 23 ikkinchi pozitsiyada. 6 diskasi qo'ygan. Bu diska Aha. chixol poligi bor. Tushunarli. Toza? Xo'p, 17.872 kilometr yurib o'tibdi. Chixol ko'ringan tashib qo'ygan. Puli necha pul dedingiz? 11.600 dollar. Kraskasi toza. Ikkinchi pozitsiya ekan. 11.600 dollar do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamlariga aloqa chiqasizlar. Mana mashinaga, bu mashinaga bitta telefon raqami aytildi. Bemalol talashib tortishib olishingiz mumkin. Bunisiga diskasi qo'yib qo'yilgan ekan. Navbatdagi 12 avtomobilimiz. 23 mi 24 mi? 2023-yilda ishlab chiqarilgan deyapti akamiz. 31.592 kilometr yurib o'tgan. 4-pozitsiyadagi 12 avtomobilimiz. Xo'p, to'rtta diskalar qo'yib qo'yilgan ekan. Ko'rib baho berib qo'yasizlar. Avtomobilimiz benzinda harakatlantirib deydi. 4-pozitsiya, lyuki yo'q, avtomat bo'ladi. Turbo motor bo'ladi. Narxini 13.300 kami bor deb aytayapti. Telefon raqamini aytib qo'yaylik. Telefonlar raqam 93'lü. 93lik 058 37 97 raqamlariga aloqa chiqasiz. Benzin o'zidan. Gazi yo'q, benzinda deb aytib o'tdi. Aka-ukalar, 2024 ga 23-yilda ishlab chiqarilgan 14 ming kilometr yurib o'tgan 12 avtomobilimiz. 4-pozitsiyami, 3mi? 3-pozitsiya mexanikasidan. 3-pozitsiya mexanika 14497 tablo ko'rsatib turibdi. O'rindiqlariga oq chiroyli chexollar tashlab qo'yilgan ekan. Gazichi? Gazi bormi? Benzindami? To'rtta yumshoq balonlari. Mana ko'rib baho berib qo'yasizlar. Pulini necha yozib qo'ysizlar? Buni 11,5 ming kamini qilib beramiz. 11.300 ga beraveramiz. 11.300. Xo'p, telefon raqamlarini aytib qo'yaman. 90lik bilan 387 30 00 raqamlariga aloqaga chiqasizlar ekan. 2023-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi 12 avtomobilimiz. Pozitsiyamiz 5-pozitsiya, kraskasi top-toza deb aytib o'tyapti akamiz. Balon holatdan ko'rinishlari.
31.976 kilometr yurib o'tibdi. Aka, gazi bormi buni? Yo'q, benzin. Benzindami? Pulini necha bilyapsiz? Pul aka 10 turyapti. 14.500. Telefon raqamingizni aytaylik. 33 33lik 943 77 77 raqamlarga aloqa chiqasizlar do'stlar. Navbatdagi 12 avtomobilimiz. Gazi yo'q, 2023 5-pozitsiyada. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. 24 ga 25 12'larda davom etamiz. 11 ming yurgan. 3 mi? 3 ha? Xo'p, 12.006 kilometr, 3-pozitsiyadagi 12 avtomobilimiz. Ko'ringlar, tashlab qo'yilgan. Benzindan mashina? Benzinda mashina. Xo'p, pulini necha bilyapsiz? 12600 kami bor. Kraskasi top toza deb aytyapti. 12600. 12600 dollar aytyapti. Xo'p, telefon raqamingizni takrorlab qo'yamiz. Monni aytaylik endi, aka. Endi necha edi buni? Bunisi 23 18 ming yurgan. Bo'ldi aka hozir. Necha dedingiz? 6. Pozitsiyasi 6-23-yilda ishlab chiqarilgan. Balon holatlarini ko'rib baho berib qo'yasizlar. 6-pozitsiya 18354 kilometr yurgan. 12 avtomobilimiz. Gazichi aka buni? Gazi yo'q, benzinda 2 olsin. Benzinda. Pulimi? Uni 14,5 ming kami bor. 14,5 ming dollar kami bor. Endi aka ikkalasiga telefon raqami aytaylik. Ikkosiga 95lik 95lik bilan 158 158 87 77 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Shikalasi obzorlarni qildik. Hamkosini telefon qilib bemalol talash tortish olasizlar. 2024-yilda ishlab chiqarilgan 12 avtomobilimiz do'stlar. Mers hadovoylar qilib qo'yilgan deyapsiz, ha? Ha, tushunarli. Pozitsiyamiz 6 mi 5 mi? 7. Ha, Redline'danmi? O'zi zavod Redline. To'rtta yangi yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan ekan. 14892 kilometr yurgan 12 avtomobilimiz. Gazlarichi aka buni? 65 talik propan qo'yib qo'yilgan deb aytib o'tyapti. Xo'p, mashinani hadovoyiga Mers hadovoylar qo'yib qo'yilgan. Aytdim, to'rtta yumshoq balonlar bor. Kraskasi top toza, propan gaz balonlar qo'yilgan. Pulini necha bilyapsiz? 15500 dollar kami bor. Xo'p, aka, telefon raqami aytaylik bunga. 93lik bilan 253 03 33 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Oxirgi pozitsiyalaridan 7-pozitsiya deb qo'yishadi. Redline shunisidan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamiga aloqaga chiqasizlar.